Amerikadagi trak haydovchilar, sizlar uchun juda ham yomon yangilik bor. Albatta gaplarimni oxirigacha eshitdinglar. Kuni kecha 28-aprel kuni Amerika prezidenti Donald Trump yangi farmonni imzoladi va bu qanday farmon? Endilikda Amerikadagi barcha trak haydovchilar ingliz tilini bilishligi shart degan qonunni Trump administratsiyasi olg'a suryapti. Bu degani endi siz juda ham hushyor bo'lishingiz kerak. Ingliz tilini bilmasligingiz sizni ishdan ketishlikka majbur qilishi mumkin. Aynan mana shu farmon 28-aprel kechagi kundan boshlab federal qonun kuchlariga kira boshladi. Bu degani butun Amerika Qo'shma Shtatlari aro reydlar amalga oshirishi rejalashtirilmoqda. O'zingizga va do'stlaringizga ham ehtiyot bo'ling va aynan shu xabarni do'stinglarga, yaqininglarga jo'natib qo'yinglar. Ingliz tilini bilmasligingiz sizga yomon muammolar olib kelishligi mumkin. Shuning uchun o'zingiz juda ham ehtiyot qiling. Reydlardan uzoqda bo'ling. Aynan way stationlarda yoki rest arealarda, Aldi highwaylarda ham reydlar bo'lishi mumkin. Juda ham ehtiyot bo'linglar. Yaqinlar, do'stlar, hammalar Allohga omonatsizlar. O'zingizga ehtiyot qiling.